Qarquyun Likuyni Liangshandagi 108 palvon ishida eng nomba, eng qo'l bo'lgan, ham nurg'unlar yoqtiradigan bir palvon. Rat tartibda u 20-o'ringa tizildi. Undaqda uni nima uchun Qarquyun Likuy deydi? Meni qush o'lib Likuyning davomini anglam. Birinchidan, endi buning shu taqturqi qapqara, mayli yuz olsun, mayli badan muskullari olsun, qapqara, endi buni ya birat tuqquni ya bir Janubiy Afrikalik ya Zimbabwelikmi uni bilmadim. Endi ikkinchidan buning bir jup oy paltisini ash qora ham qordastlik deydi. Shunga bu ikki paltisini ko'tarib Qarquyundek o'krab kelsa, qo'shunimiz hamma odamni qo'rqitdi deydi. O'shundaq o'krab ayvib kelgachga Soğun bunu Qarquyun Likuy deb atagan. Onun bu kuchtingir, qo'rqimsiz, alam ustun bo'lg'ashqa mushundaqdan buni barbara sinib qolgan. Endi bu asar qarsak, Wusong bilan Likuy ikki yilsi yo'lbosini o'ldirdi. Endi bu yerda Wusong Jingyang davomida mas'ul qilib, shuni bilan masjidda quruq qo'l bir qoshqiliq yo'lbosini urib o'ldirib qo'ydi. Endi bu yerda Likuy bo'lsa, bu onasini Liangshan ko'lga olib chiqib ketmaydigan vaqtning o'zida mush tog'dan o'tib ketib qolgan vaqtda bu onasini usab ketdi. Ona mensi suv akib berib suvni elib yerib qarsa onasi yo'q. Qarsa bu yerdagi bola yiqayotgan bu to'g'ri yo'lbos buni onasini yeb ketgan. Shuning bilan bu yerda Likuy yo'lbosni bostirib kirib 4 yo'lbosni o'ldirib atdi. Endi buni Wusongni bilan solishtirsak, bu yerda bu yo'lbosning ikkisi bola yo'lbos. Birisi balasini imtivatgan kishi yo'lbos. Ham bu yerda Likuyning qo'lida bir shamshar qo'ral bor. Demakchi, endi bu yerga Wusong o'ltirgan bir qoshqiliq yo'lbosni quruq qil o'ltirgan darajasi men Likuynikidan sal ustun turdi deb qarayman. Sizlar shuni o'ylamsizlar? Bu yerga Likuyning yo'lbosi o'ltirgan yomonmi, Wusongmi? Endi bu Likuy Songjanngni baqayl butun hayotida Songjanngni gapini anglaydi, shuni ham cho'ng bildi. Xuddilik Janfei Liu Bei'ni anglagandek o'z aksidan bakarak cho'ng bildi meni. Endi bu Likuyning bir oxirgi natijasini ko'pinchalar bu Likuyni tillaydi, shuna mana död kalvalik qildi edi. Endi bu yerda Songjang o'lsa nim qilsa sen mekanitdan o'lib, uni zarif ma'nisi og'a men ichib o'lib olay deb o'ldigan qimmatlik qilishdan bu endi. Hayat birlik etim turgan tursa, endi mushani tahlil qilib baqsanglar, bu Likuyninki o'lib olishi o'zining kalvaligidan emas, Songjangning o'ynagan o'yinidan. Qaranglar, bu Songjang zarlik ma'ni ichib o'lib ketgan vaqtda nimishqa Likuyni yana chaqirtirdi. Nimishqa buni chaqirtib, voy anda qipti, manda qipti deb o'ksib yig'latib bu gaplarni deydi. Bu Likuyning mijozini uqmasma, Likuy 5 qo'lda tushundiği bu yerda Songjang. Lavada Likuyning o'lib ketmasin degan bo'lsa, mayli tukivasimi bo'ldi, yoki aman o'ldirgan sho'ngin o'z ichivasimi bo'ldi. Nima uchun shu mayni ep qo'ydi Likuygacha? Yoki o'zining bu qasdanganligiga bir ochiq kelgan bo'lsa, Likuy hisob berib, mening qisosimni ol desa, Likuy shu zaman qo'shbaltisini ko'tarib, o'lgichi jang qilishi tamoman mumkin-ku buning mijozidan. Bundaqda Songjangning zodi nima maqsadi bor bu yerda? Nima uchun Likuyni o'zi bilan tang ep ketdi bu yerda? Bu buydan hamma qasar qiziqadiganlar meni qo'shib berishni unutib qolmanglar. Keyingi sonda o'quvchi Jubaki yatırgan kim o? Shu haqida so'zlab baqaylik.